Hammaga salom, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Do'stlar, men juda ham xursandman, sababi men o'rmondan yoki ozrog'ini shaxtadan men olmoslar topdim. Va u juda ham ajoyib, men juda ham qiziqib ketyapman, juda ham xursandman. Bir ozroq o'tirib olaman, juda ham charchadim. Ha mayli. Qaranglar, men hozir o'zimni olmoslarimni ko'rsataman. Sababi men u olmoslarni topganimdan juda ham xursand bo'ldim. Xo'sh, qana uyimga kirib, stop, eshigim ochiqmi? Tushunmadim. Qani nima bo'lyapti? Juda ham qiziq. Axir men eshigimni yopib ketgan edim. Ha, mayli, qani kirib ko'raylikchi. Qani. Xo'sh, kim bor ekan? Ha, mes. Давай, olmosni ol. Давай, ola qol, olmoslarni ol tezroq. Tushunmadim. Hoy, nima qilyapsizlar? Tushunmadim, nimalar qilyapti? Hoy, politsiyachi, grifer, haker, nima qilyapsizlar bu yerda? Biz shunchaki bu yerda turgan edik, seni kutib turib. Qoch. Nima? Mening sandig'imda narsalar, olmoslarim yo'q. Nima? Qaytarlaring. Mayli, xayr, Kompot, bizning ishlarimiz bor. Xayr, bo'pti. La'nati bular qochib ketishdi. Qochib ketdi. To'xtanglar. Ha, la'natilar qochib ketishdi. To'xta deyapman. Ha, mayli, la'nati, endi nima qilaman? Shuncha olmoslarim bor edi mening. Mening anchagina narsalarim bor edi, lekin sandiqda bo'm-bo'sh qilib qo'yibdi. La'natda. Mening juda ham jahlim chiqayapti. Nima qilishni ham bilmayapman, do'stlar. Bu hacker, Grifer va politsiyachi mening qanaqa zumrad olmoslarimni o'g'irlab ketishdi. U yerda barcha narsalarim bor edi. Telefon, meni balo-battarlar bor edi. Ammo lekin ular meni narsalarimni o'g'irlab ketishdi. Men endi nima qilaman bilmayman. Shuning uchun o'yla, to'xtanglar. Menga bir zo'r g'oya keldi. Ha, eng yaxshisi, men hozir nima qilishni o'ylashim kerak. To'xta. Ha, bo'ldi, menga zo'r g'oya keldi, do'stlarim. Eng zo'ri ularning qishlog'iga borib, barcha narsalarini o'g'irlaymiz va ularning uyiga kirib barcha narsalarni o'g'irlaymiz. Men ularning uylarini bilaman. Shuning uchun xarita bo'yicha ham borsam bo'ladi. Demak, hozirroq yo'lga otlanaman. Qani unda ketdik, tezroq ularning qishlog'iga borib, barcha narsalarimni qaytarib olishim kerak. Uchala narsalarim. Xo'sh, birinchi o'rinda hakerga o'tamiz, ikkinchisida grifer va uchinchisi politsiya. Men do'stlarim, men tayyorman. Menda ikkita so'mga ryukzak bor va qo'limda narsalarim bor. Bo'ldi, 3 ta ryukzak bor. Uchalasiga har xil tuzoq qilishgan. Qani unda olg'a. Men tezroq borishim kerak. Qani tezroq boramiz, tezroq mana shu tomondan ketishim kerak. Xo'sh. Yaxshi, unda boramiz. Aha, olg'a. Kelamiz. Bo'ldi, do'stlarim, men shu yerda turaman, sababi bu yerda astagina poylama chunki deganda bu yerda qo'riqchilar va kameralar bor va juda ham xavfli qo'riqlanar ekan. Bu yerdan qochishni o'yla. Ha, mana bunda men nimani olsam bo'ladi? Bu ryukzakdan xo'sh, menga lopata kerak, kirka kerak, noutbuk kerak va bunaqa durmen va bunaqa rogatka. Xo'sh, bo'ldi. Kompyuterni bu yerga qo'yamiz. Teramiz va kodlarning o'chiramiz. Wi-Fi-larni uzdik. Mana. Ana bo'ldi. Bo'ldi, kameralar o'chdi. Yaxshi. Endi esa astagina bo'ldi. Yaxshi, kameralar o'chdi. Endi esa mana bu yerga yana bu yerlarni ham o'chirishim kerak. Mana bo'la qol endi. Bo'lgin. Eshik ochil endi. Ochil. La'nati bo'lmayapti. Eshik juda ham mustahkam. Demak, ochib kirishga majburmiz. Sabab ular meni uyimga buzib kirdimi? Demak, men ham ochib kiraman. Hop, ana bo'ldi. Yaxshi, tushib oldik. Ajoyib. Endi pastga tushamiz. La'nati sal qoldi-ya. Qamayla astagina sakrab olamiz. Bo'ldi. Sokin, yaxshi. Aha, ajoyib. Asta yuramiz. Bu yerda haker bo'lishi mumkin. Hakerning uyi mana shu bo'lishi kerak. Qaysidir uyida hakerning eslolmayapman. Adashmasa, ha, bo'ldi. Mana o'sha hakerning uyi o'sha yerdami? Ha, bo'ldi, o'sha yerda ekan. U nimadir ishlar qilyapti, nimadir o'ylayaptimi? Bilmadim, balki uning xotini tashlab ketgandir, yana ham bilmadim. Shuning uchun astagina mana bu yerda o'tiramiz. Bo'ldi, to'tinglar. Eshik kodli ekan. Qani 365. Bo'lmayapti, la'nati. Nima qilsam, bu bilan sindirib bo'lmayapti, nima? Bu cheater deganlari, hacker deganlari chatoq chiqdi-ku. Axir bularni ham sindirib bo'lmayapti. Nima bu axir, do'stlar? Nimasi bu? Qamayli lopatka bilan kovlaymiz. Mana shunday, ajoyib, mana bunday. Yaxshi. Mana shunday kovlaymiz. Davom etamiz. Bo'ldi, men uyiga keldi. Mana buni olsam, bo'ldi. Yaxshi, mana bu toshda sindirsak, ana bo'ldi. Yo'q, betrokli sandiqmi? Qani, uchil deyapman. Ochilmayapti-ku. Hammaylar o'yla, Kompot nima qilishi mumkin?
Xo'sh, mana bo'ldi. Men bunaqa narsa yasab oldim do'stlarim. Qaranglar, bu narsa nima? Ya'ni, juda ham qiziq. Qaranglar, bu narsani hozir men zo'r narsa qilaman. Mana bu yerga buni bunday qo'yaman. Mana bunday, mana bu yerga sandiqni qo'yaman. Bo'ldi. Mana mening barcha olmoslarim tushyapti. Ajoyib, qani tezroq. Bo'la qol endi. Bo'l. Mana va uning narsalari yo'ma-yo do'stlarim. Wow, buning hakerning barcha narsalarini o'g'irladik. Bu juda ham yaxshi. Demak, endi astagina bu yerdan ketamiz. Yaxshi. Up, mana yaxshi ajoyib. Sakraymiz pastga. Bo'ldi, daraxtni mo'ljallaymiz. Daraxtga sakraymiz. Yaxshi, ajoyib. Bo'ldi do'stlarimiz. Endi esa tezroq Griferning qishlog'iga ketsak ham bo'ladi. Uning kiyimlarini, wow, buning bedrokli mana o'ylashim bo'yicha hech nimasi ta'sir qilmasa kerak. Yaxshi, bu juda ham zo'r. Endi esa men do'stlarim bularning barchalarini qo'limga olib ko'raman. Qani buning narsalari nima ekan? Men juda ham qiziqayapman. Yo'ma-yo, bu nima? Bu bo'y bloklarni yo'q qilsa bo'lar ekan. Wow, do'stlar, bu uchun yo'l ochsa ham bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Bu narsa albatta menga kerak bo'ladi. Va bu nima qilar ekan? Ha, men o'ylashim bo'yicha biror narsa qilsa kerak. Bo'lgan xohlagan narsani chopib qilsa bo'lardi. Bu juda ham yaxshi bo'lishi mumkin. Yana bilmam, hamma bularni sandiqqa solib qo'yamiz, sumkaga, ryukzakka. Bo'ldi. Endi esa yo'lga otlansak ham bo'ladi. Qani unda olg'a Griferniki. Xo'sh, men yetib keldim. Endi esa albatta hujumga o'tsak bo'ladi do'stlarim. Sababi men bunda qasdni olmoqchiman. Chunki deganda uning balki qushog'ini birdaniga yoqib yuborman, birdaniga portlab taktigacha yo'q bo'lib ketadi. Qani hech kim yo'qmi? Ajoyib, hech kim yo'q ekan. Ha, u uyida burchakdan madir qilyapti. Balkim hamayla biror narsa qilayotgandir. Astagina bu yerdan o'tamiz. Bo'ldi, men tayyorman. Men hamma narsani qilib oldim do'stlarim. Endi esa astagina sokinlik bilan harakat qilamiz. Kameralar yo'qmi? Ajoyib. Uni olg'a. Tezroq. Yaxshi. Pastga otlanamiz. Qaning astagina qarang. Yo. Shu yerdagi ana uning sandig'i. Bo'ldi, men uni sandig'ini ko'rdim. Mana bu yerda aylanib o'tsam ham bo'ladi. Ana u o'zi o'tiribdi. Bu yaxshi. Mana bunday qilamiz. Ajoyib. Mana bunday qilamiz. Ana bitta blok ketdi. Yaxshi. Endi esa buni sindiramiz. Mana bunday qo'yamiz. Mana bunday. Ajoyib. Qani ikkinchi blokni olamiz. Xo'sh, mana bunday reychakni bu yerga qo'ysak, mana olindi. Bo'ldi. Buni sindiramiz. Bo'ldi. Astagina. Sokinlik bilan. Agarda sokinlik bilan ish qilmaydigan bo'lsa, bu juda ham yomon bo'ladi do'stlarim. Shuning uchun men bir narsa qilishim kerak. O'ylab kompot. Ha, yaxshi. Mana buni sindiramiz. Ajoyib. Buning bu yerga qo'ysak. Xo'sh, men o'ylashim bo'yicha mana bunday qo'ysam, mana buni bunday tortsam, bo'ldi, tayyor do'stlar. Endi esa bularni tezroq sindirib olib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi kerak emas. Buni bunday qo'yib, mana buni bunday tortib olamiz. Mana bo'ldi, tayyor. Endi esa bu yerga bunaqa narsani qo'yib, buni Minecraftda juda ham topishlari mumkin. Chunki buni men o'zim yasaganman. Xo'sh, mana bu loylarni sindirsak, ajoyib. Qani bo'la qolaydi. Ha, mana bu yerga sandiqni qo'yamiz. Qani. Wow, mening olmoslarim. Ajoyib do'stlarim. Mening 300 tak olmosim bordi va bu to'g'ri. Xo'sh, Grifer ishni qilmayaptimi? Bo'ldi, ishni qilyapti ekan. Yaxshi bo'la qolaydi. Tush. Tezroq. Ajoyib. Nima? Uning bloklari Yaxshi, uning narsalari albatta hammasini olamiz. Wow, 15 dona yog'och. Yo'q, qizil rangda. Bu yaxshi degan. Wow, olma. U o'qitilgan olma. Qani yeb ko'raylik, qani nimalar berar ekan, qani darajalar. Wow, do'stlar, sakrash bu juda ham ajoyib. Qani bo'ldi. Uning boshqa narsa yo'q ekan, qurimsoq ekanmi, bilmadim. Mayli, endigina astagina bu yerda qiyon qilamiz. Tezlashga yordam beradi. Qani 1 2 3 qani qushog'ini yorib olgan. Ha, mana. Bo'ldi, qochdik. Qoldi va nihoyat men yetib keldim va bu oxirgi politsiyachining qishlog'i do'stlarim. Va nihoyat men yetib keldim. Ammo lekin bu yerda qishloqlar yuribdi. Hammali chunki bu yerda qo'riqchilar ham bor bo'lishi mumkin. Men 3-sumkamni ochaman, sababi bunda kerakli narsalar bor. Mana bunday keyin xuddi men politsiyachi bo'laman. Politsiyachini rolida o'ylayman do'stlarim. Shundagina ular meni tanisha olmaydi. Yaxshi, ajoyib. Mana shunday boraman. Qilaysan qishloqqa, yaxshimisan? Mana shunday kiramiz. Yaxshi. Men o'zimni politsiyachiga tutishim kerak. Aha, ajoyib. Xo'sh, salom qishloqlar.
Xo'sh, yaxshi. U svitlar yonyapti. Ajoyib. Mana politsiyachining uyi. Ajoyib. Demak, endagina uning uyini topishim kerak. Adashsam bu uy emas-da. Mana bu uy bo'lishi mumkin. Ana bu yerda qo'riqchilar, yo'moyo bular axir omonlar-ku. Yo'moyo bu omonlarni, omonlardan qo'rqish kerak. Chunki degan ular juda ham kuchli bo'ladi, lekin menga farqi yo'q. Men ham omonlarga qo'shmashim kerak. Mana bu politsiyachining uyi. Salom, oy, to'xtanglar. Nima ot tashlayapsizlar? Nima menga hujum qilyapsizlar? Mana sizlarga, mana sizlarga. Hammasini yo'q qildim. Ajoyib. To'xtanglar, burchakda. Mana senga. Va nihoyat, men ularni yo'q qildim. Ajoyib. Endi esa bostirib kiraman. To'xta politsiyachi, qochma, qayerga ham qocharding? Kompot kechir mani. Men senga hech narsa yomonlik qilgim yo'q, meni otma. Men seni nimaga kechirishim kerak? Senlar mening olmoslarimni o'g'irlab ketdilaring. Kompot mani kechir, ammo lekin men hozir senga qaytarib beraman. Mana bu sandiqning ichida turibdi. Yaxshi, agarda qochadigan bo'lsang, mana sandig'i, agarda qochadigan bo'lsang, men seni otib tashlayman. Tushunyapsanmi? Senlar o'g'irladilaring. Men esa qaytarib olishga keldim. Va nihoyat men keldim. Hozir men sandiqdan olaman. Agarda menga bironta tegishadigan bo'lsang, men seni kalangdan darcha ochaman. Shuni unutma, headshot qilaman. Men juda ham zo'r poylagachaman. Hozir. Mana yaxshi, to'xta, qochma, qayerga ham qocharding? Qochma politsiyachi, qochadigan bo'lsang, men seni kallangga mo'ljalga olaman. Shuni unutma, qani tusha qol, hop. Qayerga qochmoqchisan? Qochmaysan, shu yerda tur. Kompot, men senga hech qanday yomonlik qilmoqchi emasman. Men shunchaki turibman. Menga tegma, iltimos. Men seni hech narsa qilmayman. Bu sizga qochib indamay turaman. Dasiga ham turasan. Agarda qochadigan bo'lsang, men seni yo'q qilaman. Oho, mana va nihoyat mening olmoslarim va mana bu narsalarni olib olaman. Rozi bo'lasan, men hamma narsalaringni oldim. Xayr politsiyachi, agarda orqamdan keladigan bo'lsa, men seni o'ldiraman. Bunda yopib qo'yamiz. Bo'ldi, endi kela olmaydi. Qochdik do'stlar. Agarda u hozir kelib qolsa, juda ham yomon bo'ladi. Uning chunki deganda harbiylari juda ham ko'p. Shuning uchun mana bilan latam o'qishlog'ingga. Mana bo'ldi. Va nihoyat do'stlarim, hamma narsani oldik. Endi yo'lga otlansak ham bo'ladi. O'zimning jonajon qishlog'imga boraman. Ozgina qoldi va nihoyat men hamma narsalarimni olib oldim do'stlarim. Bularning narsalari, vau, buni sherifligi bo'ldi. Buning bunaqa qalqon chunki deganda banditlar bilan qurolni o'g'itsa, bemalol qaytarsa bo'ladi. Bu yerda to'mponcha, juda ham ajoyib. Glock ajoyib. Aha, qani bunaqa shilingur. Do'stlar, menga qanday turar ekan? Albatta buni ham izohlarda yozib qoldiringizlar. Mana bu kiyimni ham ajoyib, bu shunchaki super desa ham bo'ladi do'stlarim. Men juda ham xursandman. Bunaqa barcha narsalarimni qaytarib oldim va buncha narsalarga erishdim. Bu juda ham ajoyib. Sizlarning ham hissalaringiz bor. Shuning uchun albatta obuna va like bos. Mening va nihoyat qishlog'imga kelib oldim do'stlarim. Hamma narsa, hamma olmoslarim ajoyib, hammasi turibdi. Endi esa bularni barchasini sandiqqa solib qo'yish kerak, xolos. Balkim sandiqqa solib qo'yaman. Mana bo'ldi, ajoyib. Shuning uchun do'stlar, albatta videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizning maqsadimiz 10 ming, 100 ming bo'lish. Agarda tezroq obuna bo'lsalaring, tezroq videoga like bossalaring, albatta uzoq yozsalaring, shuning uchun tezroq video chiqadi. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Xayr, ko'rishguncha.